Akamiz mana bu YouTube format YouTube'ga olyapmiz. Xotiradan gapiraverasiz. 500 mingdan 250 minggacha. 500 mingdan 250 minggacha olaveramiz. Imeka. Imeka sohasi. Qachondan kirdi chiqdi bo'lgan bo'lishi kerak aka? 2019-yilda. Aytavering, mayli. Mayli, chayilgan yo'q. 2024-yil. 2024-yilda 1-iyuldan 19-dekabrgacha olaveramiz. 500 mingdan samolyotda uchib kelgan bo'lishi. Samolyotda umraga borib kelganlarga 500 ming so'mdan olaveramiz. Rossiyaga, Qozoqqa borib kelgan. Qozoqqa borib kelganlarga 250 ming so'mdan. Samolyotda. Samolyotda borib kelganlarga 500 mingdan ham beraveramiz. Ana, ko'ryapsizlar, pastda raqam qoldirib qo'yapmiz. Hozir qayerda turibmiz aka? Zarkenda turibmiz. Zarkenda. Tuya suti mahallasida turibmiz. Tuya suti mahallasi. Xo'p, qaranglar, nomer qoldirib qo'yapmiz. Dastlabki xizmatimiz bor. Hozir kelganimizda akamiz mashinada dastlabkiga chiqib ketgan ekanlar, imeka qilgani, telefon qilsalaring. Uyingizdan yoshi katta odamlar bo'lsa ham imeka qilib keladilar. Qayergacha boriladimi? Xo'p, Marg'ilon, Farg'ona, Yazavon, Tashlaq borilaveradi. Borilaveradi. Qayergacha borilaveradi. Nomer qoldiryapmiz. Imeka qiladigan do'stingizga jo'natib qo'yamiz.